internet zamoni, porno filmlarni ko'p ko'radi yoshlar. Bunga tahoratni olib, mustahab qilgandan keyin, tursuginni ko'tarib kiyib olgandan keyin, tursukka tegib yuygandan keyin tashqariga chiqsa, sovuq havo ta'sirida xohlaysizmi, xohlamaysizmi u narsa soviydi, muzlaydi. Endi u narsa avvallari prostatit kasali Azizbek 50 yoshdan keyin boshlanardi-da. Buni reklamalardan bilardik. Meni yoshim 50 da, tunlari ko'p uyg'onaman, chunki menda prostata muammosi bor deb ko'p gapirishardi. Biz uni bolaligimizda eshitardik. Birorta bir 40 ga kirmagan yigitni prostata bilan bog'liq muammosi borligini eshitmaganmiz. Lekin 21-asrda dunyo rivojlanyapti, zamon rivojlanyapti, texnologiyalar rivojlanyapti. Shu bilan birga kasalliklar ham rivojlanyapti va u yosharib bormoqda. Bugungi kunda prostatit bilan bog'liq kasalliklar endi 50 yoshdan emas, hatto 25 yoshda ham uchramoqda. Bunga sabab nima ekanligini bilasizmi? Unda videoni oxirigacha tomosha qiling. Biz Farg'ona shahridagi Meridian klinikasidagi urolog do'stimizdan shu haqda ma'lumot olish uchun maxsus kontent tayyorlamoqchimiz. Demak, urolog huzuriga hozir kirib boramiz. Hozir bir urolog akamiz aytadi, patsientlarimning orasida yoshlar ko'payib ketdi degan. Uylanganlar kelin bilan qo'shila olmaydi deydi. Shunaqalar bor, ko'p keladi. Masalan, biz jurnalistmiz-ku. Ha. Mahalla idoralariga borsak, ajrimlarni sabablarini sanab berishadi-da. Hatto shunaqangi ajrimlar bor ekan, oxir oqibat o'sha kelin tomon kelib, nimaga ajratyapsizlar yoshlarda desa, kelin tomon kelib, bular hali ham shu qo'shila olmabdi. Yigitda kamchiligi bor ekan deb oxir oqibat o'sha sirni ochib ketyapti ekanda. Shunaqalar ko'p kelyapti. Hozirgi kunda ko'payib ketdi. Sababi hozir bilasiz, internet zamoni, porno filmlarni ko'p ko'radi yoshlar. Energetiklar ko'p ichadi. Energetik ham energetik ham ziyon. Zarar beradimi? Zarar. O'shani yana bor-ku, har xil nimalari, energetik turlari. Hammasi ziyon, organizmga ziyon. Oldingi davrlarda, o'sha o'zi bobolarimiz unaqa narsalar bo'lmagan, energetiklar ichilmagan, boshqa fast food ham ko'p yeyishadi. Fast food ko'p yeyishadi. Hali yarim tayyorlangan mahsulotni ko'p iste'mol qilishadi. Shuni ham ta'siri juda kuchli. Keyin men ko'rib qolaman, qishda ham masjidda bolalar pinetka bilan yuradi, oyog'ida kichkinagina paypoq bilan yuradi. Keyin hali tanish mashinamizni yuvdirgani borsak ham, bola oyog'ida misol uchun yozgi kunida ham tapchka bilan ishlaydi-da endi. Men aytamanki, oyog'ingni bunaqa qilib ertaga kech suvni ustida ushlab tursang, keyin qiynalib qolasan bir 10 yildan keyin. Urologik muammo bo'ladi desam, "Aga, hozircha bilingan yo'q-ku" deydi. Endi g'ayrat bor-da ularda. Shijoati bor, ozgina o'sha momentda bildirmasligi mumkin, lekin vaqtlar o'tib u narsa o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Men ko'p aytaman, patsientlarimga masalan, ko'p patsientlarimiz masalan hovlida yashashadi. Hojatxona hovlini bir chekkasida bo'ladi. Oldingi qurilgan uylar shunaqa-ku. Hovlini bir chekkasida borib issiq suvda tahorat qilishadi, sovuq kunida ham. Tahorat qilishib, mustahabni olgandan keyin salfetkaga artilmaydi. Endi uni o'sha issiq suvga tahoratni olib, mustahab qilgandan keyin tursuginni ko'tarib kiyib olgandan keyin u issiq suv vaqtinchalik issiq suv. Hali tursukka tegib yuygandan keyin tashqariga chiqsa, sovuq havo ta'sirida xohlaysizmi, xohlamaysizmi u narsa soviydi, muzlaydi. Endi u narsa 3-4 soat davomida o'sha qurish davomida organizmga sovug'ini o'tkazib boraveradi. Buni ham ta'sirlari bor. Bu kasallarga ko'p tushuntiraman shu narsani. Endi prostatit kasali bo'lib qolibdi, endi ko'proq hojatga qatnayapti ekan deyish mumkin. Uni oxiri finali nima bo'ladi? Oxiri finali erektil disfunksiya degan kasallik bor. Erektil disfunksiya bu o'sha ereksiyani bo'lmasligi, erkaklik xususiyatini yo'qotib qo'yish. Shu narsaga olib keladi oxir oqibat. Bu narsa yoshlarda. Yosh kattalarda adenoma degan kasallik bor. Shu adenoma oqibatida umrining oxirigacha kerak bo'lsa trubkada yuradigan kasallarimiz bor. Nima uchun operatsiya narkoz bilan bo'ladi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi narkoz bilan. Narkozda ko'tarmaydigan kasalliklar bor, boshqa yondosh kasalliklari. Shuning uchun ularni majbur biz trubkada olib yurishga. Ularning hayotning sifatini yaxshilash uchun trubkani olish kerak o'zi aslida, lekin organizmdagi boshqa kasalliklari yo'l qo'ymaydi narkozga. Hozir misol uchun sizga kelayotgan yigitlarda misol uchun necha foiz yoshlar tashkil qiladi patsientlaringiz? Yarmidan ko'p. Yarmidan ko'p yoshlar. Mana bu radiatsiya ham ta'sir qiladimi? Radiatsiyani ta'siri bor. Endi qanday? Masalan, elektromagnit, olaylik telefonlar, elektromobillar yoki elektr bilan bog'liq boshqa jihozlarda oldida ko'p yurish, o'tirish, ishlatish, yonida olib yurish ta'siri bor. Masalan, telefon xohlaysizmi, xohlamaysizmi, mana yozgi kiyimda bo'ladiganidan keyin cho'ntakda yuradi. U narsa radiatsiya, turgan bitgan radiatsiya. Endi odamlar aytayotibdi, hozir mana elektromobilni zarari bor, u bu deyapti. Elektromobilni minsiz qancha mashinani minsiz qancha minasiz? Bir ish manzilingizga yetgunizgacha minasiz. Telefon pastdan yoningizda yuradi, cho'ntagingizda yuradi. Demak, elektromobilni zararidan ko'ra ko'proq telefonning zarari ko'proq. O'zi aslida. Endi hamma narsani hayotda me'yoridan oshirsa zarari bor. Hatto ekologik toza mahsulotlarda ham me'yoridan oshirib yuborsa zarari bordir. Albatta. Lekin
bitta narsaga bog'lab qo'yish mumkin emas ekanda kasallikni. To'g'ri. Ko'p yigitlar misol uchun o'sha tahoratda yoki bo'lmasa qishki kunida yupqa oyoqda yurishi, aytganingizdek energetik mahsulotlarda ko'p ichish oqibatida jinsiy ojizlikka qarab ketib qolyapti-da. Jinsiy ojizlikka qarab ketib qolyapti, ular ham vaqtida davolanmayapti o'zi. Aslida o'sha qisqa simptomlar deymiz biz, belgilarini berishni boshlaganda vaqtida murojaat qilib, vaqtida davolansa o'shalar yaxshi bo'lib ketadi. Lekin vaqtlar o'tkazib o'zlaricha aptekalarga kirib, aptekalardan dorilarni o'z boshimchalik bilan dorilarni iste'mol qilish natijasida yoki mahalladagi kimdir qo'ni qo'shni maslahatchilar ko'payib ketadi bunaqa paytda. Shularni maslahatiga endi odam uyaladi bunaqa holatda doktorga borib kasalligini aytish uyaladi, lekin hali kasallikni yashirsang istamasa oshkor qiladi degandek bor gapda bu narsa. Vaqtida uchrab, tekshiruvlardan to'liq o'tib, davolansa yaxshi bo'lib ketadi bu. Demak kasallikni vaqtida davolash kerak. Endi hozir bu ayniqsa urologiya sohasida hamma ham kelib, men shunaqangi bo'lib qoldim, shunaqa muammoyim bor, shamollab qoldim deb aytavermaydi-da, xijolat bo'ladi-da. Shu uy sharoitida davolashga harakat qiladi. Urologga shunaqa bo'lish kerak. Ayoliga aytmagan sirlari bo'ladi. O'zini misol erkak kishini o'zini ayoliga aytmagan, do'stiga aytmagan sirlari, o'zini sog'lig'i masalasida. Shu narsalarni urolog bilan bemalol ochiq-ochiq gaplashsa, agar shu masalalarni hal qilib olsa bo'ladi. Sizda qanaqadir bir imkoniyat bormi? Olaylik, hozir siz mana shu suhbatimizni internetga qo'yib, telefon raqamingizni qo'yib qo'ysaydi, sizga telefon qilib turib, o'zini ismini aytmasdan turib, sizga o'zini shu muammolarini aytsa, agar u kasallikni uy sharoitida davolash yo'li bo'lsa, uni aytsangiz. Agar jiddiyroq bo'lsa, huzuringizga kelishlarini aytasiz. Shunday qilsak bo'ladi. Bizda Instagram sahifalarimiz bor, mana bolalar yurg'izishadi, Telegram kanallarimiz bor, Telegram guruhlarimiz bor. Bolalar yurg'izishadi. Agar shu savollari bo'lsa, qandaydir anonimli savollari bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Agar u narsa jiddiy bo'lmasa, biz uy sharoitida onlayn lechini yozib bera olamiz. Davolay olamiz onlayn. Agar tekshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, tekshirish kerak bo'ladi. Nima uchun? Erkaklik gormoni bor, testosteron degan gormon. Biz uni onlayn hal qila olmaymiz. Uni даже yashab turgan joyida tekshirish imkoni bo'lmaydi. Ba'zi bir rayonlarda testosteronni tekshirish imkoni yo'q. Gormonlar. Endi qo'yingki, endi mayli u jinsiy ojizlik, boshqa narsalar xo'p, mayli. Undan ham eng muhim narsa, inson uchun eng lazzatli, eng o'sha muhim bo'lgan organizmidagi zaharli suvni chiqarib yuborish uchun aynan o'sha har bir insonning urologik bo'limi xizmat qiladi. Agar kasallikni vaqtida olmasa, hatto o'sha zaharli suvni chiqarib yuborish xususiyati ham yo'qolib qolishi mumkin ekan. Buyraklar, masalan, kecha biz bitta operatsiya qildik. CD nayida 2 santimetrdan katta tosh yillar davomida yurgan. Yillar davomida yurgan, u buyrakni ishlatmay qo'ygan. Buyrak faoliyatini yo'qotgan. Biz majburmiz uni endi buyrakni oqlashga. Sababi ishlamayapti. Uyingizda qurigan daraxt saqlamaysiz-ku. Ishlamayapti. Organizmda ham shunaqa qurigan narsani ushlab turib bo'lmaydi. Uni boshqa a'zolarga ham ziyoni yetadi. U yillar davomida turib o'sha buyrakda parenximasi bo'ladi. Go'sht qismi, asosiy CD chiqarib beradigan qismi. Shu narsa yuqalashib CD bermay qo'ygan. Biz operatsiya qildik, nefrostoma qo'ydik. Nefrostoma degani o'sha buyrakka trubka qo'yib qo'yish. Endi o'sha trubka orqali qancha CD chiqishini kuzatamiz 10 kun, 15 kun davomida, lekin mana 3 kundan beri CD unaqa ajralmayapti. Siz bilan bitta loyiha qilsak bo'ladimi Instagramda va YouTube'da to'liqroq namoyish qiladigan? Shu anonim savollardan kelib chiqib, siz bilan bir savol-javoblar qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ldi, kelishdik. Unday bo'lsa, aynan shu video sharhi ostiga bizga savollar jo'natsa, biz shu savollarni yig'ib sizga haftada bir marta kelamiz, suhbatlashamiz va buni albatta ijtimoiy tarmoqqa joylaymiz. Bo'laveradi. Bu savolni orqasidan xuddi shunga o'xshash turdosh o'nlab kasallik bilan og'ir yurgan ukalarimiz, akalarimiz ham menimcha javob olsa ajab emas. Inshaalloh. Sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Gaplashamiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Siz qanday keldingiz? Bu yoqami? Liftda chiqib keldim. Yo, bildim, liftda chiqib kelganingizni. Kimdir chaqirdi meni. Yo'q, kimdir chaqirgan yo'q. To'g'risini aytsam, hamma narsa meni elektromobil minishim bilan boshlanib ketib qoldi.